Buxoro shahridan Kafe Bahor atrofidan 2 xonalik 4-qavatda joylashgan 6 qavatli g'ishtlik domdan kvartiramiz 60 metr kvadratlik uyimiz sotuvga chiqyapti. Katta koridor, proyekt двухсторонний proyekt, sanuzil alohida oshxona qismi, asosiy zali, yotoqxonasi. Eshiklari podzakaz MDF eshiklardan kiraverishda yotoqxonamiz ko'rinishi, uyimiz to'liq yer ta'mirdan chiqqan, balandligi 3 o'n, konsertlari qoladi, pardalari jalyuzi qilingan, gilam to'shab bo'rilgan, batareyalar o'rnatib qo'yilgan, isish batareyalari. Katta koridor deb o'tdik. Bu tomonda esa alohida kattagina zalimiz. Ancha-muncha mehmonni o'z bag'riga sig'dira oladigan zal. Devorantro supermosh gulkora aboylar, televizorlari, bu tomonda konsertlari qoladi. Kattagina balkonchasi, faqatgina bu stol stullarni olib ketar ekanlar. Oyoq taglari to'liq laminat qilib bo'rilgan. Oshxona qismi, oshxonasi o'zi ham kattagina dual kamera muzlatgichlar, gaz-shoshka elektronik o'zgartirilgan. Mana bu yoqda moykalari, shkaflari qilib qo'yilgan. Katta balkonchasi deb o'tdik. Gaz plitalari, vichkalari o'rnatib qo'yilgan. To'g'rimizda sanuzil alohida, mana bu yoqda duxontari kotyonlari. Hojatxona qismi devorli atrof yarmi kafel qilib qo'yilgan, yarmi xonaviy remont holatda. Vanna xonasi, vannalari akril qo'yilgan, elektrlik aristonlar qo'yilgan, suvni bosimli yetkazib beradigan shimga moslamasi ham o'rnatib qo'yganlar. Strelkalari Samsung. Mana shu bir oila mazza qilib yashash uchun mo'ljallangan kvartira sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, pastdan nomerlarni qoldirib o'tamiz. Manzil Buxoro shahar, Kafe Bahor, katta yo'l yoqasi, narxi 44.400 $, yana ozroq summada kelishtirib arzon qilib beradilar. Plus kvartiramiz ikkilamchi kreditga ham beriladi. Ikki tomonlama proyekt tayyor holatda. Kelinglar, ko'ringlar, akkuratni kvartiramiz egasiga aylaninglar. E'tiboringiz uchun rahmat.